Tak bo'ldi. Assalomu alaykum hammaga. Bugundan boshlab YouTube kanalimni yuritishni boshlayman. Musobaqaga podgotovka, nima yeyapman, nima ichayapman, qanaqa trenirovkalarim, hammasini qo'yib boraman. Meni kuzatishda davom etinglar. Har doimgidek razmenkani zinadan boshlayman. Chunki nimaga? Menga shunday yoqadi. Chunki zina ishlaganda ham qon aylanishi yaxshi bo'ladi, ham oyoqlarimga yaxshi nagruzka tushib, qanaqadir o'zimni yaxshi his qilaman, tetik his qilaman. Oyoqimdan kuch olaman desa ham bo'ladi. 10 minut yurib olamiz. Yaxshimiz, legenda. Natural legenda. Turnir qilib olaman. Trenirovkani boshda albatta ham mistalar ochiladi, ham bilmayman, o'rganganman. Turnir qilib olib, qizni olganda odam bodriy bo'ladi. Brus ham qo'shib olamiz, brus. Musobaqadan keyin trenirovka qilganim yo'q, qildim ozgina. Unaqa ko'p qilganim yo'q, shamollashim ham bor. Litinalarni olyapman. Ozgina misalar qaytgan. Naturallashganmiz. Yengil bugun grut biceps ishlayapman. Dam olishdan keyin og'ir ko'tarishim shart emas. Simbolik правильный питание emasman. Shuning uchun tipa pumping ishlab turish uchun, formani ishlab turish uchun, misalar joy-joydan qochib ketmasligi uchun yengil ishlab tursak ham bo'ladi. Xudo xolisa narik haftadan jostki qilib dietalar bilan yana podgotovkani boshlaymiz. Ko'ramiz, balki Olimpiyaga oktyabr oyida bo'ladi. Balki narigi oyga arnold klassika yana. Narigi yilga. Ras ketdi. Amerikan zallarida zo'r tarafi hafshim toza. Mana bu yerga o'tirdingizmi? Turdingizmi? Ha, burchiga vlajniy qanaqadir salfetkalar qo'yib qo'yishga olib trenajyorlarni mana bulargacha artib ketishingiz shart. Yo bo'lmasa orqangizdan kelib sizni kutib turgan odam gapiradi, tozalamading deb. Yeah, buddy. Up. Tez ishlab o'tganga buncha e'tibor bermaysizlar. Chunki yengil vez. Shuni hisobiga ham tez kachat qilib, go'rtga tez qon yig'ishga harakat qilyapti. Yot ishlar. Bola trenirovkalarni qo'yib boryapman, ko'ryapsizlar. Sizlar uchun bu proyektni boshladim. Men pastda TikTok, Instagram bularni ham belgilab qo'yaman. Обязательно kirib podpiska bo'lib qo'yinglar. Bu yoqda ham qiziq ma'lumotlar, savol-javoblar bo'ladi. Yengilliklar bo'ladi qisqasi. Ketdik babichka boshlaymiz. Ozgina anaqadan dam olganim hisobiga tambal bo'lib qoldim. Sal narsaga charchab qoldim.
Grutumda kamchiligim bor. Narigi musobaqagacha xudo xolisa grutumni o'zgartirishimiz kerak. Sizlar bilan birga xudo xolisa formani to'g'rilab birga chempion bo'lamiz. Xudo xolisa ro'za Ramazon tugab qoldi. Zalda ham odam kam juda ham. Nimaga bilmayman. Menda shunaqa zalda odam ko'p bo'lsa, motivatsiya bilan trenirovka qilaman. Zalda odam bo'lmasa, hech kim bo'lmasa, nima uchundir просто takka trenirovka qilgandek bo'laman. Yeah, buddy. Yeah. Woo! Oo, toshlar yomon og'ir kelyapti damonganimga. Yes. Trenirovka ancha payt qilmasanglar, birinchi trenirovka juda ham og'ir o'tadi. Xohishsiz toshlar juda ham og'ir tuyuladi. Mana ham shunaqa bo'lyapti. 40 ta boshladim o'zimcha mensimasda, 50 tugataman deb. Hozir shuni tushunib yetdim, 40 ta tugatar ekan. Yana 40 ta olamiz. Yep. Bunaqa toshlarni bemalol ko'tarish bo'yicha baribir Vahob o'rtog'im nomeradi. Yomon ko'tarib tashlaydi. Yes. Xudo xolisa boshqa yaxshi rivojlantiryapti YouTube kanalini. Bodybuilderlar bilan borib, haftada bitta borib trenirovka qilib podkastlar qilamiz. Chiroyli. Vahob bilan qilamiz. Vahob xudo xolisa O'zbekiston chempionatiga tayyorlanyapti. Formasi yaxshi yomon emas, zo'r. Narigi Arnoldga borish nasib qilsin Vahob bilan. Shamshod tayyorlanyapti. Shamshodning ham formasi zo'r. Balki birga boramiz nariga xudo xolisa. Xudo xolisa YouTube boshlanib kurs boramiz. Chunki odamlarga qiziqda. Chempion bo'lish uchun qanaqa yo'llar bosib o'tiladi, qanaqa trenirovkalar bo'ladi. Ko'plarga kimgadir ko'zga oson ko'rinadi bu narsa. Kimlargadir og'ir ko'rinadi. Balki misol uchun yangi chiqib ketgan bizdan keyingi bodybuilderlar shu videolarni ko'rib nimadir o'zini to'g'rilaydi, trenirovkasi to'g'rilaydi, ovqatlanishni to'g'rilaydi. Nimadir oladi-da, maqsad shu, nimadir olsa. O'ndan bo'lsa ham bittasi chiqadi-da. 100%. Направление bo'yicha. 100%. Ko'plar aytadi, Amerikada musobaqaga bordik endi biz, misol uchun, maqsad o'sha. Amerikada qolmabsiz-da deydi. Endi pul topish bo'lganda maqsad men bu ish qilmasdim, to'g'risi. Maqsad pul topish bo'ladigan bo'lganda boshqa ishlar ko'p. Shuncha dunyo kezganman. Misol variant Amerikada ham qolish, bu ketish. Oldin ham eplab ketsangiz bo'lardi Amerikaga. Maqsad o'sha qo'yilib bo'lgan o'zi. Xudo xolisa nasib qilsa Xudo sog'lig'imizni, proporsiyamizni yo'ttirishib Mr. Olimpiyaga borib o'zimizni ko'rsatdik. Misol uchun pul topish temasida kelsanglar, agar men pro karta olib Mr. Olimpiya darajasiga chiqsam, O'zbekistonda ham oyog'im yerga tekkizishmaydi. Chunki o'zi ancha populyarniy. Yaxshi boringlar, aka. Ko'rishamiz, xo'p, o'sha populyarniy bu olasizda o'zi. O'zi yaxshi bo'lib ketadi. Sportchi nomi uchun ishlash kerak-da. Na, birinchi bo'lib nomingiz uchun ishlab berasiz, keyin
Bu nom siz uchun ishlab beradi-da. Lekin o'sha nomi uchun ishlasa ham oson bo'lmayapti, ko'rasiz. Bu trenajyor menga juda yoqadi. Antiga borib, mana bunaqa bir balolar troslarni ushlab, mana bunaqalar qilib yotishibdi. Sen mana bu zo'r. Guruhni ham o'rtasiga mana bu podyomni oshirishga zo'r. O'zimni guruhim zo'r bo'lmasa ham tavsiyam shu. Ketdik. Yeah, buddy. Up. 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 O'zim ozgina pumping his qilib manka kiyib oldim. Baribir kimga qanday, menga o'zimni ko'rib ishlash yoqadi. Trenirovkalarda ko'proq ruhiyat ko'tarishga ta'sir qiladi. Ozgina qorong'i chiqganday bo'ldi. Shunaqa payt protein olish kerak. Hozir baridan borib olamiz. Biceps boshlaymiz. Katta shtangada boshlaymiz. Birinchi o'zida 20 turib olaman. Xudo xolisa sport magazinlar bilan ko'p joydan anaqa tushgan, variant tushgan. Shartnoma qilaman, tanlamoqchiman, qaysi sport magazinda sifatli narsalar bor. Xudo xolisa sport foodlar haqida ham videolar davomida tushuntirib yoki отдельный videolar olinib, nimaga beradi, nimani qaysi vaqt ichish kerak. Hammasini YouTube kanalimda, TikTok kanalimda yoritib boraman buning haqida. Chunki Instagramda ko'p istoriya qo'yib bo'lmayapti, aktiv tushib ketyapti. 1 minutdan ko'p video qo'yib bo'lmayapti, 1 minutdan ko'p video qo'ysa yemay qolyapti. Ham aktiv ta'sir qilyapti baribir. Instagram, YouTube, TikTok bu narsalar men uchun muhim hisoblanadi. Chunki hayotim mana shu narsaga tikkanman. Shuni natijasini olishim kerak o'zim uchun. Boshladik. Sal shirokki ishlab olamiz. Biraz oldik, ketdik. Albatta, bodybuilderda ham hammani chiroyli ko'rsatadigan, mishkasini qo'llarni katta ko'rsatadigan biceps hisoblanadi. Bitsepsga yaxshilab ishlash kerak. Biceps pik qilish uchun mana bittan chiqarib ob'yomini ko'tarish uchun bittalik ishlashni maqsad beraman. Chunki men ham ishlamasdim, ikkita ishlardim, bilardim, bu prezident ishlamasdim. Foydasi yo'q bilar. Bu bor ekan. Meni ham trenerim bor. Alex Martinni bilasizlar, Arnold tayyorlagan odam. Hammaga ham trener kerak. Mana misol uchun trenerman o'zim. Bu misol uchun pro ringga kelganda menga ham boshida turib o'rgatadigan kimdir kerak. Shu
Shuning uchun baribir trener bilan ishlash boshqacha. Chunki trener sizni mishsangizdan, muskulingizdan kelib chiqib sizga analiz qo'yib, sizga o'sha trenirovka yozib beradi. Kimni bitsepsi chiroyli bodybuilderlardan komment yozib ketinglar. Yeah, buddy. Woo! Ha, bular ham misol uchun bizlar men bilan bir xil formalar, musobaqaga chiqmaydilar. Qanchadan beri aytaman, musobaqaga chiqing, tayyorlayver deyman. Yo'q, zo'r. Formani qaranglar. Ha, oyoq masalan. Mankida hech kam joyi yo'q oyoq. Mana bu. Ko'rsatchi. Masalan, ko'plar aytadi, nimaga savol beradi? Bitsepsim mana yerda chiqmayapti. Deganda piki yo'q, nimanadir. Chunki siz mana shu упражнение ishlamaysiz. Kim ishlagan mana shu упражнение? Teskari tushirlar, nima? Teskari. Mana bunaqasi emas. Ha. Teskari tushadingiz, расходingiz qarang. Bitsepsga e'tibor bering, qarang. Именно yoni. Именно yoni ishlaydi mana. Ham kis bilan birga ishlaydi. Ishlaymiz. Up. Hamma aytgandek, kamchiligim kamliklarni to'ldirib yuborishadi-yu, press kisling. Press kisla o'raylik. Ko'plar kommentariyaga yozadi. Pressga ishlang, grudga ishlang, ikraga ishlang. Men noto'g'ri tushunmayman buni. Hamma fikrini aytadi. No, kamchiliklarimni o'zim bilaman. Professional sportchi sifatida o'zim bilaman. Prosta aytganim, bitta men kamchiligim grud, masalan, grudimga ishlagan trenirovkamni, grudimni o'stirish uchun qilgan trenirovkamni ba'zi bir insonlar hayotida qilmagan u narsani. Butun mishsasiga hayotida bitta grudimga ishlaganchalik trenirovka qilmagan. Bu Xudo bergan genetikasi, qat'iydir kamchilik bo'ladi. Muhimi o'sha narsani to'g'rilash. Xudo ham o'shaning uchun shu narsani kamchilik qilib beradi-yu, sizga hamma narsangizni shikarniy qilib berib qo'ysa, hamma atkavar chempion bo'ladi. Muhimi o'zingiz ustida ishlab o'sha kamchiliklarni to'g'rilash. Men xafa emasman kommentariyalar uchun. Prosta aytganim, kamchiliklarimni o'zim ham bilaman. To'g'rilashim kerak albatta. Harakat qilyapman. Xudo xohlasa to'g'rilaymiz birga. Press kamchilikdagi. Tak bolalar trenirovkamiz tugadi. 15-20 minut bo'l trenirovka tugatganimga sirab ovqatlanaman, chunki juda ham ochqadim. Ovqatim mana shu 200 gram grudinka, 100 gram xomligicha o'lchangan guruch, 200 gram xomligicha o'lchangan grudinka va osh salat. Tak, video foydali bo'lgan bo'lsa, YouTube kanalimga podpisatsiya bo'linglar, maksimal like bosib,
shu kanalni rivojlanishiga hissalarini qo'shinglar. Sizlar uchun har doim trenirovkalar, foydali videolar va qiziqarli kontentlar, musobaqaga tayyorgarliklar hammasini birga olib boramiz. Kuzatishda davom etinglar. Rahmat.